Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz muxlislar. Mana hozir bizda mana halim pishib o'tiribdi do'stlar. Mana halim Afg'oniston. Qancha soatda pishar Lol Muhammad ha? Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Oshpaz akamiz ko'rdim, uni savol qiling. Ha, Oshpaz aka. 2 soatlarda inshaalloh joy bo'ladi. Inshaalloh 2 soatlarda pishar ekan do'stlar. Mana bu biz sadaqami xudoyi qilib o'tirgan ekanlar. Mana hovli to'y. O'sha Yaramada uni pechga tashlagan. bular ham tashlanar ha? Mana ko'rdim bor. Ha? Mana. Voy ha, lobiya. Bulam. Bulam. Bunun içinde ne var? Ana. Ola. Oh, bu şirin olur abi. Ana dostlar. Butkul şirin avukat болады inşallah. Hı? Göğüsler bakın aldığından taslanıyordan ha. Go'shtlar oldindan tashlangan. Mana bu bu qancha marotaba qaynaydi do'stlar. Mana hozir ko'rib turibsizlar. Juda ko'p mahal qaynaydi bu. Qaynaydi. Qaynagandan keyin bu halim deyiladi, hadisam deyiladi. Bizda bo'lsa yorma deyiladi do'stlar. Qaynaydi. Juda zo'r pishadi do'stlar. Like bosib obuna bo'lib qo'llab-quvvatlab turinglar do'stlar. Oftob mana bizda qor yoqqani yo'q, issiq do'stlar. Ancha issiq havo. Do'stlar like bosib obuna bo'lib qo'llab-quvvatlab turinglar. Shu like bosib obuna bo'lish qiyinmi do'stlar sizlar uchun? İki saatlardan keyin pishar ekan do'stlar.